Qadrli obunachilar, sizlarga hozir men kraskani tekshirishni eng oson yo'lini, sirini shunday ochib tashlayman. Hamma yo'lda bilasizlar, men ochiq, oydin aytib yurganim uchun ham shunaqangi odamlar ko'p ishonadi menga va ishonsang oqlayman degan umiddaman. Kraskani tekshirishni eng oson yo'li, kimdir unaqa deydi, kimdir bunaqa deydi, lazer bilan, lampam bilan men sizlarga hozir o'shani eng oson va sodda yo'lini o'rgataman. Bunaqa yo'lni faqat meni kanalda o'rganasizlar, bitta like bosing, podpiskani bosing, hech qachon afsuslanmaysiz. Qarang obunachilar. Moshinam toza, lekin kraska tekizilgan joyi bor. Ko'rdingizmi? Mana kraska tekizilgan joyi. Mana shu kraska tekizilgan joyi bor. Endi qarang. Xuddi shu narsa qaytida petnosi bo'lsa, kraskasi bo'lsa, mana shunaqangi aniq va cho'tga qilib ajratib beradi. Endi sizga bu fonarni qayerdan topishingizgacha hozir aytaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Qayerdan o'ylayapti o'zi, hammasini ochiq oydin aytib beradi. Qayerda tochkasi bor, qayerda tochkasi yo'q. Keyin endi moshinamda petnosi bo'lganda hozir mana men petnosni ko'rsatdim sizlarga, unaqasi yo'q, afsuski. Lekin o'sha haligi joyini ko'rsatdim, xuddi shunaqangi qilib aytib bera oladi. Допустим, mana ikkita rezinka, ikkovi ham qora rezinka, lekin qora rezinkadan ko'rasizmi farqini? Bunda ultrafiolet nuri bor, bunda yo'q. Xuddi shunaqa narsa. Ana farqini qanday ko'rsatyapti? Mana. Bunaqangi videoni, bunaqangi sirlarni va ko'p bunaqangi narsalarni faqat men ochaman. Menga vashi farqi yo'q. Menga odamlar maza qilsin. Gilavni odamlar rozi bo'lsin. Bundan orqasidan pul topib yurganlar ham bor, lekin menga o'sha narsa kerak emas. Sizlar oson yo'llarini topinglar shu kanalimni, like bosing, podpiskani bosing. Oson narsalarni o'rganinglar, shunaqangi life hacklarni. Menga shuni o'zi foydali, yetarli. Ko'rdingizmi? Mana shu yerning o'zida xuddi shu joy bor xolos. Mana shu kraska tekizilgan joy. Lekin kraska tekizilgan joyi umuman bilinmaydi. Endi qorong'ida olyapman, videoni sifatiga e'tibor bermaysizlar. Iloji qorong'ida qilinadi bunaqa videolar. Ko'rdingizmi? Qanday cho'tga aniqlab beryapti. Endi buni qayerdan nima narsani sizlarga hozir ko'rsataman. Hozir eng qiziq joyga keldik. Like, podpiskani bosing jigar. Puligacha yetib o'taman buni. Qarang. Ko'rdingizmi nimaligini? Nimani tushuntiraman? Bu narsa dollar tekshiradigan narsa. Bozorda men 45 ming so'm dedi, 40 ming so'mga oldim buni. Siz ham bitta shunaqa narsa olib oling. Bu batareyka nimalik, zaryadnilik, bunaqangi. Type-C zaryadkasi bor. Oddiy narsa. Mana ko'rasizmi? O'sha nima narsa bo'lsa, ultrafioletli aniqlab beradi. Xullas, bozorga borasiz, dollar tekshirgan bitta fonar kerak. Yoki bo'lmasa shu videodagi mana shu narsani shu videoni olib olingda, rasm qo'yib olingda. Mana mana shu narsa kerak ekan menga deng. Borsiz 40 ming so'mga beradi bu zormondan. Shuni olib olasiz, mana shunaqangi qilib aldanib qolmaysiz. O'zingiz hali plyusga aldanib qolmasangiz, xudo xolasa yoki mashina olgan paytingizda birovga aldanib qolmasangiz, menga shuni savobi yetadi. Menga boshqa narsa kerak emas. Sizlar uchun shu videolarni qilib chiqarishdan maqsadim mana shu narsa. Kiyimni qarang, qanaqa chiqaryapti. Ultrafiolet nuri bor-da buni. Nuri bor narsani chiqaradi mana shunaqangi qilib. Odamni betini olmaylar, lekin odam betini juda boshqa chiqaverar ekan. Videoim aniq foydali bo'lgan degan umiddaman. Jigar bitta like bosing. Palni vers qilib tashlang. Arziydi-ku like-ingizga.